dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Ukraina Rossiyaga zarba berish uchun allaqachon g'arb qurollaridan foydalangan AFP. Rafahga hujumni to'xtatish kerak. Makron va Shols Isroilga murojaat qildi. Kiyev front chizig'ini himoya qilish uchun g'arbning kamida 60 ta qiruvchi samolyotlarga muhtoj. Ukraina prezidenti ofisi. G'azodagi janglar yana kamida 7 oy davom etadi. Isroil Milliy xavfsizlik kengashi. Putin nega O'zbekistonga qiziqib qolgani va manfaatlari haqida ochiq gapirdi. Rossiya tan olmoqchiligidan Tolibonning og'zi qulog'ida. Captiva'sini odamlar ustiga haydagan shaxs qamoqqa olindi. Video. Ukraina Rossiyaga zarba berish uchun allaqachon g'arb qurollaridan foydalangan AFP. Ukraina qurolli kuchlari Rossiya hududiga zarba berish uchun allaqachon g'arb qurollaridan bir necha bor foydalangan. Bu haqda tegishli manbalarga tayanib AFP xabar berdi. Nashrga ko'ra, Ukraina armiyasi yetkazib berilgan qurollardan oxirgi marta Krasnodar yaqinidagi hujumda foydalangan. Germaniyaning Bild nashri Ukraina armiyasi mamlakatga hujum qilgan Rossiya samolyotlariga qarshi kurashish uchun Germaniyadan kelgan Amerika Patriot tizimidan kamida bir marta foydalangan haqida xabar bergan. Shundan so'ng nashrga ko'ra, Berlin va Washington agar bu holat yana takrorlansa, yetkazib berishni to'xtatish bilan tahdid qilgan. Bild ta'kidlaganidek, Ukrainaga Rossiya samolyotlariga hujum qilish uchun g'arb qurollaridan foydalanish taqiqlangan. Ukraina strategik sanoat vaziri maslahatchisi Yuriy Sak 29-may kuni Bloomberg agentligiga bergan intervyusida Ukraina Rossiyaga hujum qilish uchun Buyuk Britaniya taqdim etgan uzoq masofali raketalardan foydalanganini aytgan. Bizda pretsedent bor. Buyuk Britaniya allaqachon Ukrainaga uzoq masofaga uchuvchi raketalardan foydalanishga ruxsat bergan va biz ulardan muvaffaqiyatli foydalandik, dedi Sak. Ukraina hukumati Rossiyadagi harbiy obyektlarga zarba berishga ruxsat olish niyatida. So'nggi paytlarda g'arb siyosatchilari ham Ukraina armiyasiga bunday zarbalarni amalga oshirishga ruxsat berishga chaqirmoqda. Avvalroq NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg tegishli taklif bilan chiqqan edi. Rafahga hujumni to'xtatish kerak. Makron va Shols Isroilga murojaat qildi. Fransiya prezidenti Emmanuel Makron va Germaniya kansleri Olaf Shols Isroilni Rafahdagi operatsiyani to'xtatishga chaqirdi. Bu haqda Bild xabar berdi. Makron Rafahdagi vaziyatni dahshatli deb atadi. 27-mayga o'tar kechasi Isroil armiyasi Rafahdagi falastinlik qochqinlar lageriga bergan zarbasi oqibatida 45 kishi halok bo'lgandi. Fransiya Hamasning Isroil hujumini boshidan qoralagan va Isroilning o'zini himoya qilish huquqini qo'llab-quvvatladi, lekin har qanday demokratiya kabi xalqaro qonunlarga muvofiq, dedi Fransiya prezidenti. Germaniya kansleri esa Isroil o'z harakatlarida xalqaro huquqni hurmat qilishi kerakligini ta'kidladi. U qochqinlar lagerining o'qqa tutilishi oqibatida ko'plab odamlar o'lganini fojiali voqea deb atadi. Bu holat yana bir bor nega Germaniya boshqa ko'plab davlatlar singari Rafahdagi keng ko'lamli quruqlikdagi hujumga qarshilik ko'rsatganini bildirdi. Chunki u yerda tinch aholi yetarlicha himoyalanmagan, dedi Shols. Kiyev front chizig'ini himoya qilish uchun g'arbning kamida 60 ta qiruvchi samolyotlariga muhtoj. Ukraina prezidenti ofisi. Ukraina front chizig'ini Rossiya armiyasidan himoya qilish uchun kamida 60 ta qiruvchi samolyotga muhtoj. Bu haqda Ukraina prezidenti ofisi tarqatgan xabarga asoslanib TASS nashri xabar berdi. Qiruvchi samolyotlarni olishga zarurat haqida Ukraina prezidenti ofisi rahbar maslahatchisi Podolyak ma'lum qildi. Mudofaa uchun kamida 60 ta qiruvchi samolyotlar zarurligi xabar qilingan. Ukraina rasmiysi shuningdek sharqdagi front chizig'ida va shuningdek butun mamlakat chegara hududida nazoratni kuchaytirish uchun 120 ta jangovar samolyot talab etilishi mumkinligini bildirgan. Ushbu ma'lumotni Mikhail Podolyak Bloomberg agentligiga bergan intervyusida aytib o'tgan. Hozirda Kiyevga front chizig'ini to'liq qoplash uchun kamida 60 ta g'arb qiruvchi samolyoti kerak. Aloqa chizig'i uzunligi va janglar intensivlashuvini inobatga olsak, 100-120 ta shunday samolyot talab etilishi ham mumkin, degan Podolyak. G'azodagi janglar yana kamida 7 oy davom etadi. Isroil Milliy xavfsizlik kengashi. Isroilning G'azodagi harbiy amaliyotlari yana kamida 7 oy davom etishi mumkin. Bu haqda Isroil Milliy xavfsizlik kengashi taqdim etgan hisobotga asoslanib Sputnik International nashri xabar berdi. Manbada aytilishicha, Milliy xavfsizlik kengashi rahbari Sahi Hengbi janglar 2024-yil oxirigacha davom etishini bildirgan. Bu haqda Isroil armiyasi 29-may kuni tashkil etilgan matbuot konferensiyasi doirasida ma'lum qilgan. Konferensiyada Isroil armiyasi G'azo sektor va Misr chegarasi bo'ylab o'tuvchi Filadelfiya koridorining 75% nazorat qilayotgani aytilgan. Koridorning muhim qismlari, masalan, gumanitar yordam kiradigan Rafah o'tkazish punkti yaqin orada ochilmasligi bildirilgan.
Sahih Handbi ayni paytda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi ham hisoblanadi. U shuningdek Hamas harakatini butunlay yo'q qilish hamda G'azo shimolini Isroilga qo'shib olish tarafdorlaridan biri. Oldinroq Isroil hukumati Hamas bilan kelishuv shartlarini yumshatgani xabar qilingan edi. Tel Aviv rasmiylari yangicha kelishuv shartlarini vositachi davlatlar AQSh, Misr va Qatarga topshirgan. Putin nega O'zbekistonga qiziqib qolgani va manfaatlari haqida ochiq gapirdi. O'zbekiston o'zining rivojlanish sur'ati va siyosiy barqarorligi bilan Rossiya sarmoyasi uchun qiziqish uyg'otadi. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin joriy yilning 26-28 may kunlari O'zbekistonga amalga oshirgan davlat tashrifi yakunlari bo'yicha Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida jurnalistlarga ma'lum qildi. Matbuot anjumanida Rossiya rahbari Moskva Toshkentga logistika muammolarini hal qilishda yordam bera olishini qayd etdi. O'zbekiston munosabatlarini rivojlantirish nuqtai nazaridan Rossiya uchun haqiqatan ham katta qiziqish uyg'otmoqda. O'zbekiston prezidenti yetarlicha samarali boshqaruv tizimi va o'sib borayotgan iqtisodiy modelni barpo etishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotning o'sishi yiliga 6% tashkil etadi, deydi Putin. Rossiya rahbari O'zbekiston oldidagi geografik muammolarni yechishga yordam berishi mumkinligini qayd etgan. O'zbekistonning muammolari borki, bu uning dengizga, okeanga chiqish imkoniyati yo'qligidadir. Biz ham mintaqadagi boshqa hamkorlar bilan birgalikda O'zbekistondagi do'stlarimizga ushbu logistika muammosini hal qilishda yordam berish uchun choralar ko'rishimiz mumkin, deydi u. Putin O'zbekiston bugungi kunda sobiq Sovet ittifoqining Rossiyadan keyin eng ko'p aholisi bo'lgan davlat ekanini eslatib o'tdi. 37 million. Har yili O'zbekistonda aholi soni qo'shimcha 1 millionga o'sib bormoqda, deydi Rossiya prezidenti. Davlat rahbari kelgusidagi rejalarga to'xtalib shunday deydi: Sanoat kooperatsiyasi, energetika, infratuzilma sohalarida ko'plab qo'shma rejalarimiz bor. Savollar juda ko'p, mumkin bo'lgan loyihalar hajmi juda katta. Qo'shma loyihalar uchun 500 million dollarlik fond yaratdik. Shundan 400 million dollari Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. Buning sababi bizda katta manfaatlar bor, deydi Putin o'z manfaatlarini yashirmay. Uning urg'ulashicha, O'zbekiston siyosiy tizimining barqarorligini hisobga olgan holda foydali loyihalar amalga oshirilishi mumkin. Rossiya tan olmoqchiligidan Tolibonning og'zi qulog'ida. Rossiya Tolibon harakatini terrorchi tashkilotlar ro'yxatidan chiqarib tashlashi Moskva va Kobul o'rtasidagi 2021-yildan buyon sezilarli muvaffaqiyatlarga erishgan rasmiy munosabatlarni o'rnatish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf qiladi. Bu haqda Afg'onistonning Tolibon tomonidan tuzilgan muvaqqat hukumatidagi tashqi ishlar vaziri maslahatchisi Zokir Jaloliy so'z ochdi. Rossiya rahbariyatining yuqorida qayd etilgan qarori shubhasiz Afg'oniston va Rossiya o'rtasidagi rasmiy munosabatlarni o'rnatish yo'lidagi to'siqlarni olib tashlashni anglatadi. Bu to'siqlarga qaramay, so'nggi 3 yil ichida Afg'oniston va Rossiya o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlar sezilarli yutuqlarga erishildi, deya yozadi u X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida. Jaloliyning tushuntirishicha, bu davrda tomonlar turli darajadagi tashriflar almashgani, Afg'oniston Islom amirligining yuqori martabali delegatsiyasi afg'onlar aro tartibga solish bo'yicha Moskva formatidagi aksariyat uchrashuvlar ishtirok etgani ma'lum qilingan. TIV vakili Afg'oniston rasmiylari Tataristonda bo'lib o'tgan Rossiya Islom olami Kazan forum xalqaro iqtisodiy forumida ishtirok etganini eslatgan. Jaloliy toliblar iyun oyida bo'lib o'tadigan Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumiga taklif qilinganini tasdiqlagan. Captiva'sini odamlar ustiga haydagan shaxs qamoqqa olindi. Ijtimoiy tarmoqlarda Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanida Captiva rusumli avtomobil haydovchisi futbol o'yinidagi kelishmovchilik sabab odamlar ustiga mashina haydagani haqida xabarlar tarqaldi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi holat yuzasidan munosabat bildirdi. Bildirilishicha, mazkur holat yuzasidan Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan o'rganilib, mazkur avtomashina haydovchisiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Haydovchi tegishli tartibda qamoqqa olingan. Avtomashina jarima maydonchasiga joylashtirilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.